O'zbekistonda dollar kursi tushdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 18-martda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 9,81 so'mga pastlab 12.943,39 so'm bo'ldi. Yevro kursi esa 50,19 so'mga ko'tarilib 14.108,30 so'm bo'ldi. Rubl kursi esa 2,57 so'mga oshib 153,70 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi 15,09 so'mga ko'tarilib 12.953,20 so'm bo'lgan edi. Rubl ham oshib, yevro pastlagan edi. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.